Tarbiyachilar sistem ta'limi bo'yicha mana bajargan ishlarimizni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Bir-birimizni ishimizni tahlil qilamiz. Marhamat, kim birinchi bajargan bo'lsa tushuntirishingiz mumkin. Marhamat. Bu didaktik o'yinimizda bolajonlar ham sonlar bilan, keyin ranglar bilan ham tanishadi. Ranglarni moslashtirish bu asosiy. Didaktik o'yinimizda bu aqlni chalg'ituvchi. Mana ranglarni moslashtiradi. Mana to'plar yo'ldagida qaysi o'rtaga nimani qo'yamiz? Keyin shunga qarab rangini moslashtiradi bolajonlar. Sariqqa sariqni qo'yadi, mana zangurga zangurini qo'yadi. Hammasi bir-biri bilan yashil. Bir-biri bilan bog'liq bu. Bittasini to'g'ri qo'ymasa, to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun hammasini bir-biriga bog'basta bu. Bog'lamlik. Hammani ranglar bilan tanishadi bolajonlar.